Assalamu alaykum, qarindoshlarım, yaxshimisizlar? Abay naq maydonimda azroq bir narsani kam so'zlab qo'yibdiman. Meningki siyosiy panolik tilash hayotimda men hech qanday odamga tayanmadim. O'zimning aqlimga tayandim. Haqiqiy narsalarni desangiz bo'ladi. Qonuniy yordamni hukumat yetib ochqich qilib beradi. Hech qanday tashkilot, hech qanday shaxsga bog'lanib qolmagan. Ham sizmi bog'lanib qolmay, o'zingizningki aql hushiga tayanib turib, o'zingizning so'zlarini qamlashtirib deng, yolg'on andaqiliqi maktab bitirish guvohnomasi degandek narsalarni akamanglar uning hojati yo'q, chunki uning ahamiyati yo'q, ishlanmaydi. Amal va o'qiydiganlar o'qinglar, kasb o'rganadiganlar kasb o'rganinglar. Bu yerga kelib hech qanday odamga tayanmasangiz yuzingiz yo'riq bo'ladi, chunki hukumat qonuniy jihatdan qandaq bir radga uchirganlarga shuningga loyiq yordamni qilib beradi, o'rinlashtirib beradi. Shuning uchun hech qanday qo'rqish bo'lmasin. Anandan keyin ba'zilar bunda keyninglardan chuqchilab u yer bu yerlar qilib shu u yer bu yerlargacha arz qilib ulguribsizlar, unda qilmanglar. Uyg'urga ko'nglinglar, ichinglar og'risin. Unda nopussiz, davolashsiz, talay so'rilib yurgan shunda qarindoshlarimiz ichinglar og'risin. Heyliqa ishplaslarmi qo'lingni tat, ba'zan ovozlar kelib qoldi. Agarda shundaq mundaq bir ishlar bo'lib qolsa, men to'g'ri rost chiqarib qo'yman. Ovozing hamma narsangni chiqarib qo'yman. Uyg'urdan qo'lingni tat, hali xotin pishdi, yana bir million degan bozor kasoblashib ketadigan bo'ldi. Shundaq-ku, ha?